25 yoshgacha o'qigin deb ota-onasi ham aytadi. Ustozi ham aytadi, lekin buni qanday ta'sirchan choralarni qo'llashimiz kerak biz. Ko'p mashina beryapmiz, uni ko'ryapti. Undan qanchalik umid qilyapti bilmayman, lekin unga aniq aytish kerak. Bolam, sen hozir mana kitoblarni o'qimasang, onangning ehtiromidan quruq qolib ketasan. Onang omonat, ota-onang. Ertaga sen ahli ayolingga ham kuching yetmaydi. Kitob o'qimadingmi, uyingda ziddiyat ko'p bo'ladi. Uchinchisi, farzandingni ham tarbiyalashda qiynalasan. Bularning hammasi qo'shiladi-da, oqibating xor bo'lasan deb aniq so'zlar bilan aytish kerak bolalarga. Hozir sen 25 yoshgacha o'qishga vaqting bor. 25 yoshdan keyin vaqt cheklanadi. Oila qurasan, farzanding tug'iladi. Bu bir kun isitma qiladi. Bir kun yegan ovqatini hazm qila olmaydi. Shunday bu bitta farzanding ikkita bo'ladi. Ota-onang qarib qoladi, ukalaringning uylanishiga yordam berishiga, shu bilan 55 ga kirib qo'yasan. Bu 55 gacha qancha ziddiyatni ko'rasan, qancha kurashga kirasan sen. Bu kurash maydoni bu hayot. Bu kurash faqat qo'lda qurol bilan bo'lmaydi, bu til degan qurol bor. Bu til bilan insonlar qalbga qancha jarohat beradi. Unga turib berish uchun, loqal unga sukut qilish uchun odamda bilim kerak. Odamda salohiyat kerak. Shuning uchun bunga shu gaplarni aytyapmiz-da. 25 gacha tinmay o'qigan, foydali adabiyotni o'qigan, tinmay 3-4 ta tilni o'rgangin hozir. 25 dan 55 yoshgacha kurash, hayotni qilasan. Bu ikkalasini yaxshi o'tkazsang, 55 dan keyin nisbatan rohat farog'atda yashaysan deb mana shunaqa oddiy lekin qalbiga tegadigan so'zlar bilan bolalarga ta'sir o'tkazish asosiy maqsad. Rahmat.